Aziz kuzatuvchilarimiz, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu latoklarni qanday qilib ustini terasizlar? Bu qo'lda qo'yiladimi? Mashina qanday yuklab beriladi degan savollarga bugun javob topamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, biz mana shunaqa talimiz bor, ruchnoy tal. Qo'l ruchnoy deyiladi, ko'tarish avtomat, lekin yurgizishlari, burishlari qo'lda. Xo'sh. Bu mashinamiz bemalol Isuzu'mi, Fura'mi, qanaqa usti ochiq, shalanda, Kamaz, havo chakmani qanaqa mashina bo'lsa yuklab beraveramiz. Bemalol sig'adi. Balandligi 4 metr, kengligi 3 metr. Damas'ning yangi diska balonlari qo'yilgan. Xo'sh, mana ko'taramiz. Pultda tepa past. Qarab turing, agar hozir latok dumalaydi, sinmasligini ham tekshiramiz. Оборот yomon emas. Mana latokda preslanganini tekshiramiz. Ovoz eshitilyaptimi? Agar yorug'i yo'q bo'lgan beton yaxshi preslangan bo'lsa, shunaqa jarangli ovoz chiqadi. Agar beton yorug'i bo'lsa, qayerdandir treshinalari bo'lsa, bunaqa jarangli ovoz chiqmaydi. Yana ham ko'taramiz. Shu holatda bemalol ko'tarib yuklab beraveradi. Endi buni sekin dumalatib boramiz-da. Joyigini taklab qo'yamiz. Shu joydan mashinaga keyin yana yuklab bersa bo'ladi. Shu apparatimiz yana yuklab berishadi. Apparat yaratgan katta rahmat. Otasiga rahmat. Rahmat. Kuzatganlaringiz uchun. Biz bilan qo'yilgan boshqa qiziqarli videolar profilda. Manzil telefonlarida video davomida qo'yib ketamiz. Rahmat.